aniq o'lchashlar inson hayotining qulayligi, sanoatning rivojlanishi va yuksak taraqqiyotga olib boradi. O'lchov birliklarining shakllanishi va rivojlanishida buyuk ajdodlarimizning hissalari katta. Ortimda turgan mobil laboratoriya O'zbekiston Milliy metrologiya instituti xodimlari tomonidan yaratilgan bo'lib, ushbu mobil laboratoriya yordamida elektromobillarni quvvatlash stansiyalarini diagnostika qilish, metrologik ta'minoti, ularning xavfsizligi bo'yicha tekshiruvlarni amalga oshiradi. Laboratoriyamiz metrologik tashxislarga keladigan bo'lsak, xatoligi 0,1% ni tashkil qilib, 250 amper doimiy va o'zgaruvchan o'zgarmas toklarda, shuningdek 320 kilovatgacha bo'lgan mobil quvvatlash laboratoriyalarini tekshirishni amalga oshiradi. Hozirgi kunda ushbu mobil laboratoriyamizning chet eldagi narxi 450 ming 500 ming AQSh dollariga teng. Biz esa ushbu laboratoriyamizning eskizini chizib, proyektlarni Turin universiteti bilan hamkorlikda yaratdik. Bizga bu 150 ming AQSh dollariga aylandi. O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasining statistik ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston hududiga yiliga 100 mingga yaqin elektromobillar kirib kelmoqda. Ushbu kirib kelgan elektromobillarni quvvatlash stansiyalarining zaxirasi hozirgi kunda 2,5 mingtaga yetdi. Shu kungacha ushbu elektromobillarni zaryadlash quvvatlash stansiyalari metrologik tekshiruvdan o'tmagan. Ushbu laboratoriya orqali ushbu stansiyalarning metrologik ta'minoti, ularga bo'lgan xavfsizlik talablarini tekshirish yo'lga qo'yiladi. Hozirda ushbu laboratoriyaga xorijiy davlatlarning metrologik institutlari, Ozarbayjon, Rossiya, Belorussiya, Qozog'iston, Qirg'iziston kabi davlatlarning metrologik institutlari o'zlarining qiziqishlarini bildirishmoqda. Kelajakdagi niyatimiz ushbu laboratoriyani eksport qilish. Shu kunga kelib, O'zbekiston Milliy metrologiya institutining 4 nafar yosh xodimi Xitoyning Shansi institutida o'zlarining malakasini oshirib kelib, ishda tatbiq etishmoqda. Elektromobillarni zaryadlash qurilmalarini o'z vaqtida xavfsizlik talablari bo'yicha diagnostika qilish metrologik aniqligini oshirib boradi. Shuningdek, ularni yonib ketish, shu kabi baxtsiz hodisalarning kamayishiga xizmat qiladi.